Bu og'riqlar meni tamom qiladi. Meni qutqar, Ishtar. Buyuk Ishtar, qutqar meni. Boshqa chidolmayman. Qo'lim qattiq og'riyapti. Meni qutqar. Ey buyuk Ishtar. Meni tuzat. Qo'lim qattiq og'riyapti. Buyuk Ishtar, yolvoraman, meni qutqar. O'zing davo ber, buyuk Ishtar. Qutqar meni. Bu azobdan qutqar meni. Bu azob meni o'ldiradi, buyuk Ishtar. Hozir o'lib qolaman. O'lib qolaman. Ey buyuk Ishtar. Qutqar meni bu azobingdan. Meni qutqar, iltimos. Bu azoblardan qutqar. Bu azob meni o'ldiradi. Ey buyuk Ishtar, qutqar, iltimos. Qutqar meni, iltimos, bu azoblaringdan. Nima qilding? Qo'llaring shifobaxsh ekan. Men hech narsa qilmadim. Bu ishni hamma qila oladi. Biroz shunday uqalasa, dard yengillashadi. Ammo Molik ham uqlaganda qo'lim og'riyverdi-ku. Unikini ta'sirini sezmagandim. Hech foydasi bo'lmaganda. Nega osmonga qarading? Sen yulduzparastmisan? Kunduzi so'nadigan yulduzlarga sig'inib bo'larmidi? Unda quyosh va oyga sig'inasanmi? Zero oy kunduzdan, quyosh esa tundan bekinadi. Mening Robbim ularning barchasini yaratgan zotdir. Azaliy va abadiydir. Uning sherigi ham o'xshashi ham yo'q. Demak, bola bo'lishingga qaramay, o'zingga men va bu odamnikidan yaxshiroq Tangri tanlabsan. U seni yaxshi ko'radi va duolaringni qabul qiladi. Shu ham Tangri bo'ldimi? Shunga yolvordimmi kelib, hech narsa qila olmadi, hech narsa. Sendan minnatdorman, Yusuf. Rahmat senga. Qo'l og'rig'idan jonim uzilay dedi bilsang, senga qo'l ko'targanim uchun. Meni iltimos kechir, Yusuf, kechir. Kechirim so'rayman sendan, Yusuf. Yaxshigina shapaloq yedim. Lekin bu tarsaki sizning to'g'ri yo'lni topishingizda yordam bergan bo'lsa, men baxtliman.
Men shu yerlikman. Bu yerni juda yaxshi bilaman. Barcha karvonlarga yo'l ko'rsatardim. Lekin bu gal bu safarda sen bizni yo'lboshchimiz bo'lding. Hidoyat uning qo'lidadir. Kimni istasa o'shani hidoyatga soladi. Kimni istasa qorong'ulik, xorlik ichida qoldiradi.